Akalar Matiz'da dahshati bo'lib ham o'zim mashinam sotishga qaror qildim. Xudo xolasa mashinaga zo'r qilib mehr berib berganmiz. Led faralar, qimmat tumanliklar, signallarni indamay qo'yamiz, eshitib qolishmasin. Yumshoq balonlar. Do'stim salon ko'rsating-da, bu ishg'oz bo'lishsin. Tashbikalarda umuman nuqsoni yo'q, silingan, qirilgan joylari yo'q. Qimmat magnitofon $100 50 o'zini ishlatganlar biladi. Registrator, samfer, ochim metollari. Nomerlari ham, generalni chiqaradi nomerlariga ham. Chiroyli stok faralar. Medical pulti ham bor 905. Yana nimasi bor? Xullas mashina tiniq holatda, kraska holati, asfalt qilib olganmiz. Yili 2007-yil, konditsionerlargacha bor. Mashinani Xudoga shukr, hozirgacha bir kamchiligi yo'q. Bundan keyin bo'lmasa kerak, qarab yursanay. Mashina narxi $3400 bo'lishi deyapmiz. Obunachilar uchun yana ozgina baraka qilib beramiz. Shu navrotlar bilan berib olamiz. Menga pul yengilroq bo'lsin, arzonroq bo'lsin deydigan bo'lsangiz, navrotni yechib olaveramiz. Navrotni boshqa mashinamizga qo'yaveramiz. Qoluvchilar uchun, yana tayyorlab yurmayman deganlar uchun mana shu navrot bilan ham beraveramiz. Yil 2007-yil, narxi $3400. Matiz mashinami, Spark sidinasi ham bor. Estradni tutdi, kolonka ham qo'yganmiz, pishalkalarigacha bor. Xullas mashina minishga tayyor holatda, xudo xolasa oyon odam baraka topib maza qilib minadi. Inshaalloh telefon qilinglar, aloqa etishinglar, chiroyli qilib beramiz. Salomat bo'ling.